Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 6 oylik chaqaloq va uning rivojlanishi xususida bir nechta ma'lumotlarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda chaqaloqning jismoniy rivojlanishini aytib o'tadigan bo'lsam, uning vazniga to'xtalib o'taman. Demak, vazn o'g'il va qizlarda turlicha farqlanishi mumkin. Ya'ni o'g'il bolalarda 6,5–9,5 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Qiz bolalarda esa 6 kilogramdan 8,5 kilogramgacha bo'ladi. Bo'yi esa o'rtacha qiz bolalarda 63–68 sm, o'g'il bolalarda esa 65–72 sm bo'lishi mumkin. Bosh aylanasi esa 42–45 sm bo'ladi o'rtacha. Bu ko'rsatkich bolaning bosh miyasi rivojlanishini baholashda muhim hisoblanadi. Ko'krak atrofi 42–46 sm gacha bo'lishi mumkin. Aqliy va harakat faoliyati. 6 oylik chaqaloq quyidagi qobiliyatlarni bemalol namoyon qilishi mumkin. Ya'ni odamlarning yuz ifodalarini ajratib olishi mumkin, tanish insonlarga tabassum qiladi. Sado va tovushlarni o'ziga jalb qiladi, ba'zi tovushlarni takrorlaydi. Odatda 2–3 tovush yoki hadik chiqaradi. Masalan, baba yoki mama degan tovushlarni chiqarishi mumkin. Harakat qobiliyati. Boshini mustaqil va tik tuta oladi. Qorindan orqaga va aksincha o'zi burila oladi. O'yinchoqlarga e'tibor qaratadi va ularni qo'li bilan ushlaydi. Ba'zi bolalar yotib, o'ziga yaqin turgan o'yinchoqlar tomon sudralishi mumkin. Ijtimoiy rivojlanishiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, onasi yoki qarmoqchi insonni tanib, ularga alohida reaksiya ko'rsatadi. Tovushlar yoki ovozlarga buriladi va qiziqish bildirib qaraydi. Yangi tajribalarga qiziqadi va muhitni o'rganishga harakat qiladi. 6 oylik bolani oziqlanishiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, ushbular shulardan iborat. Ya'ni ona suti albatta asosiysi, hali ham asosiy ovqatlanish manbai bo'lib qoladi. Bolani talab bo'yicha emizish tavsiya etiladi. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, qo'shimcha ovqat, ya'ni 6 oydan boshlab qo'shimcha ovqat joriy etilishi mumkin. Suyuq yoki pyurega o'xshash mahsulotlar, ya'ni kartoshka pyuresi, sabzavot yoki meva pyurelari, glutensiz donlar, bo'tqalar, misol uchun grechka birinchi bosqichdagi glutensiz ovqatdir. Suyuqlik ona sutiga qo'shimcha ravishda suv kam miqdorda berish mumkin. 6 oylik chaqaloqning uyqu tartibi esa ushbu soatlar demak 13–15 soatni tashkil qiladi. Kun davomida 2–3 marta uyquga yotadi. Tungi uyqusini uzluksiz davom etishi demak ushbu qobiliyatlar ham paydo bo'ladi. Ya'ni 6–8 soat davom etadi tungi uyqusi. Endi esa salomatlik va vaksinatsiyaga to'xtalib o'taman. Vaksinatsiya bolaning milliy emlash taqvimiga muvofiq 6 oyda gepatit B, pnevmokok, poliomiyelitit va gemofil infeksiyasi va boshqa vaksinalarni qabul qilish davom ettiriladi. Vazn yoki bo'y normadan past bo'lsa yoki bolada harakat va ijtimoiy qobiliyatlarda kechikish kuzatilsa, darhol pediatrga murojaat qilish kerak. Me'yordan chetlanish holatlari esa, agar bolada quyidagi holatlar kuzatilsa, bu rivojlanishdagi kechikish yoki salomatlik muammosiga ishora qilishi mumkin. Masalan, o'z yoshdagilarga qaraganda katta yoki kichik bo'y yoki vazn, tanish insonlarga reaksiya bildirmaslik, tovushlarga javob bermaslik yoki qo'l-qomat harakatlari cheklangan bo'lsa. 6 oylik chaqaloqning rivojlanishi bola uchun individual bo'lishi mumkin, lekin yuqoridagi ko'rsatkichlar umumiy me'yor hisoblanadi. Agar bolaning rivojlanishida anomaliya yoki kechikish bo'lsa, pediatr yoki mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya etaman. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.